Benim ismim Adam. Yetner padişahlığının şahzadesi. Bu yerdə Sırlıq Qaliskar qələsi var. Bu yolvas benim en yaxşı dostum. Məndə sırlıq güc-qüvvət var. Lazım bolğanda şəmşirimni çıxırıb qatlıqda olayım mən. Bana güc-qüvvət atılır! Bu çağda yolvaz, əriş yolusu aydınır. Mən Xiymenge, alemdeki en kudretli Adem'e aydınım. Benim özgürüş sırımni dostum Şadutberi son sırış. Yasağı ve Olko üç kişini bilin. Biz birlikte rezillik menbiyi İlantar Kalesi'ni kelgen olmasına bilen kören şıkılırız. Hey Oko, sen bir batır jangchi bo'lishni o'ylamsa? Shundoq, kunlarning birida men Iskilchoqning qo'lidan davlatimizni qutuldirib chiqaman. Oh, Oko, minutimizdek usab ketdik. Kechirgin. Yani yuraksizlik qilma erish yo'lisi. Çatak yok dostum, fakat çakmak ovozi. Meningcha undaqa emas-ku Adam. Oh, dada, u nima? Bilmayman deyla, biroq men boshqacha birdimni sezyapman. Biz hozirni bilib qolamiz. O nima Oko? U keldi. U kim? Bilmeyme, bırak o pek uduqib ketganda qiladi. Bu yoqqa kelib nima shug'ulni qarab yiqinglar. Oko, sen nerede? Her şey olursa bu yerimi vakalığını bilettim. Bo'ldi Oko, bu zodi nima ishlar? Qadimay men bilan bir tutda u menga hujum qildi. Qabi. Ben bu işini burula anlagandım. Shundoq men anglagan. Menga ko'proq so'zlab bergin Oko. Imash elektronli qurilma adam. Men bilan o'xshash bir tutda. Elektronli qurilma? O bir xil sap energiyada yasalgan mashina adam, shundaqmi? To'g'ri aytding Adam. İttifaqına Oko. U nima uchun sana agishib oldi? Mening his qilishimcha, sen so'ragan masalaning javobi bor dada. Imash, bir sirliq ish bilan keldim. Oko, o'rni tezroq menga berib. Qiziq. Demak, eliq shamolda lapildaydigan kishi qancha bir maxfiy joyga mo'kiyapti-da. Bu Imash degan alayda ablaqni o'zimiz uchun xizmat qildiraylik. Sening nima planing bor, Iskilsho? Men Imashni bu yerga chaqirib, uning bilan bir kelishim tuzmoqchiman. Biz onun maxfiy narsasini tepishga yordamlasak qandoq? Yo'q, ablaq. O bizning maxfiy narsani tepishimizga yordam berish kerak. Buningga uzun vaqt ketmaydi. Men uni kerak qilmoqchi. Buni qo'shilamsan. Meningcha unda qilib bo'lmaydi. Undaqda buni tetib baq.
adam, onu koyuver. Anladın mı? Ben işini bulmadım. Bırak şamal sokuvetti. Her şey olursa. Menimce biz rolumuzni joriy qildik. Biz mangayli, bulandık. Biz yani neye barımız adam? Bana çıkıver atakınlar! Hey! Ben Heyman! Heyman, her şey olursa. Sizler japa çekdinglar. Emeyiş, o ko'rib qochdi. Sizler ikkinglar yaxshi turasizlar, ha? Nayt yaxshi, tezroq bo'l Xeyman. Belavla ishkimiz jang kiyimisiga chiqamiz. Bo'ladi. Biz mangayli her şey olursa. Heylik mashinada mahbinasini topqicha, men avval uni qo'lga tushirishim kerak. Tezroq siqilishya, tezroq. Tez bo'layotman-ku, men tez ketyapti-ku. To'g'ri, men radarim qarab baqay. Xeyman, sening yeningdilar, ha? Dada, oyadigan. Bu ekranda vaqtida ko'rindi Xeyman. Ko'rdim ya sağ ol. Ben onu tez berib qutqizaman. Rahmat. Bu oyat ekan. Energiya yetkazishni chiqsol, bosman. Tayyormi, iskilishyo. Endi bu narsa elektronlik to'lqinni to'g'ri tepish kerak. Bu mashina odam keyin menga xizmat qiladigan mulkim bo'ladi. Heyman, sen bu qadimki planimni buzaman deb o'ylama. Ko'zimga sat ko'rmay yo'qol adaq. Vau, bundoq dema. Og'zingni yop pistak. Men aytdim-ku, bu yerda yo'qol. Ben fakat mushunda qilmasam bo'lmaydi. Chunki sen mening kichik do'stimni bulab ketding. Senin karametingni chaqliqkan-ku. Ben bir g'oyib bo'lish o'yinini ko'rsatay. Bu qadim hasrat chekib qolasan, Heyman. Ben bu kichik do'stimni olib ketay. Heyman, nima ish oldi? Bilmedim Dila. Emeyiş bilen o tuyuqsizlik yo'qolib ketdi. Meningcha munda qilayli. Men arish yo'li bilan birga o'rniga qaytay. Shu yerda ko'rishsak qandoq, Dila. Hozir heylik elektron odam bilan kichik qo'nchoqning hammasi mening mulkimga aylandi. Vau, siqilibsan? Açıqlanma dostum. Seni bir yerga taklif qilishim, sening mahbinasini tepishingga yordamlashish uchun. Sen nima ishga eliqqa mahbinasi tepishmoqchi? Siqilibsan yordam qilgan odam, bu rostdan ilgirlar. To'la gap qilma. Nima degan otgan narsa bu? Sen nima ishga menga yordam qilmoqchi bo'lib qolding? Sening mahbinasini tepishingga to'sqinlik qilgan kishilarning hammasi mening dushmanim. Men sening mahbinasini tepishingga yordam qilsam, sen mening etnimni bo'ysundirishimga yordam qilgin. Qo'shilamsan? Qo'shilaman. Yo'q. Nayt yaxshi ot.
Men biraz gummalanyaptım Xeyman. İmeyişinin gayip bo'lishi o'zi qilgan ish emas. Bu nimdigining dada? Mashina odamning qoida prinsiplarini tadqiq qilganligim esingda deylar. Elektronlik qurilma o'z kuchiga tayinib yo'qolib ketmaydi. Ajoyib ish. Menda boshqacha bir xil sezim bo'lyapti. Bu ishni cho'qim iskilit shah qilgan. Aqlliq kelsa, Xeyman. Iskilit shah. Bu qaytim sen bakma qabih o'yin o'ynading iskilit shah. Ha, o'yin emas, Xeyman. Men sana bir sovg'a deb keldim. Bos qo'y, Bosman. Oko. Sen uning bir tal mo'yiga tegirgan bo'lsang, jiningni olama. Ha, yo'q. Hech kim bunga chaqilmadi. O'zingni besivol arish yo'lisi. Bo'ldi iskilit shah. Men sening azaldan yaxshi qilmaydiganligingni biladim. Sen yana nima qilmoqchi? Azroq talabim bor, Xeyman. Mening sening talabingni anglig'im yo'q. Buningga albatta qo'shilasan. Qandaq talab? Aytqin. Eliq Oko mening manfaatimga ziyonliq bir ishni qildi. Agar biz sening talabingni qabul qilmasak-chi? Undaqda men mashina odamni davlatinglarni vayron qilishga va'daman. Suyimligim. Biz bu ishni maslahatlashib baqayli. 1 soatdan keyin javobini berayli. Bo'lamdi iskilit shah. 1 soat? Yaxshi, Xeyman. Qarg'ani biz ko'proq bosh qotirdigan o'xshaymiz. Oko, sen eliqi maxbinasini qayerga tiqib qo'yganding, ha? Galiskar qalasiga. Galiskar qalasiga? Undaq bo'lsa biz Galiskar qalasiga boraylik, Oko. Sizlar ikkinglar bu yerda iskilit shah qarab turinglar. Biz vaqtni ching tutaylik. Bu yoqqa kel har yo'lisi. Tezroq harakat qilaylik. Skilishya imeyişten paydalanıp bir qınaq binasını tepki devletimizni tatib almoqchi. Biz jazman imayish bilan iskilit shohni o'z dunyosiga ketkizib o'tishning amalini qilishimiz kerak. Oko, sirliq to'pni epkagin. Bo'ladi. Hozirlik qilaman. Bir sirliq top. Rahmat Oko. Bu iskilit shah bilan eliqi g'alita ablaqdan olmoqchi bo'lgan narsasi. Shundoq, bu bir maxfiy narsa. Qadimgi podshohlik davrida mashina odam Okoning shirki bo'lib, bu to'pni saqlashga mas'ul bo'lgan. Shundan boshlab bu to'p Galiskar qal'asida qolib qolgan. Emeyish Oko bu topning sehri kuchi bilan hozirgidek o'zgargan deb qaraydi. U amaliyoti bundaq mos kelib qolganligini hargiz bilmaydi. Kishilar meni tasvofdan tepib olgan. Biz bu top orqali tunnelni o'lchab chiqa olamizmi? Bo'ladi, Xeyman. Uni echib etdik. Birdek tugul bo'lamdi. Bo'ladi. Men tunnelni etib o'talayman, biroq men bu bir qatimni tunnelning kuchini birlashtira olayman, Xeyman. Aldırma, benim bir amalim bor. Biroq ikkinglarning yordami kerak-da. Manda qilaylik. Mening taqtim cheklik, yasavul. Xeyman bilan kichik ziyankash qana? Ha? Xeyman hozirlik keladi. U Oko bilan ikkisi tasvofga ketgan. Tasvobqa? Maxbinasini shu yerga yoshirgan. Mening sen bu qidim og'zingdan ketding, yasavul. Ha! Imayish qayerda? Ha? U qochdi. Iskilit shah, sen kimni yittirib qo'yding? Bundan qepi. Sen onu kaçırıp ettin. Biz imeyişten burun tasvobga yetib berishimiz kerak. Biz bu yerda sen kegchi do'stingni saqlab turaylik, iskilit shah. Men sen bilan keyin hisoblashaman, yasavul. Biz yanılı Xeymanning planini o'rinlayolmay qoldik dada. U yanılı vaqtni ching tutdi deylar. Endi biz uning bilan aloqalashishimiz kerak. Xeyman, angladingmi? Anglayapsan Xeyman? Shundoq, angladim ya Savul. Hamma ish plan bo'yicha bo'lyapti. Bosman bilan Ayvinni so'lab qo'ydik. Iskilit shah yo'l ustida. Yaxshi, biz uni bu yerdan tezlab ketaylik. Xeyman, omad tilayman. Rahmat deylar, keyin ko'rishaylik. Xeyman ketdi. Tayyorlik bitdimi, Oko? Tayyorlik bitdi. Tayyorlik bitdimi, so'z?
Taze vaqtida kelding mashina odam. O topni menga bergin. O menga taalluq. Bizni yo'qlab kelganligingni qarshi olamiz, Skilitcha. Biz sening qadam tashrif qilishingni kutib turardik. Bu ülgür yolvas. Mena çarşak qilishga vaqtim yo'q, Xeyman. Menga hozir ilk maxfiy narsa kerak. Ha, meningcha hamma ish Oko'ga bog'liq. Uning ustiga emayish sendan burun keldi. Qandaq? Sana oңushlik tilayman. Padişahlık senin kulunda. Bo'ldi, jinimni tutib qo'ydim. Yo'q, to'xta. Eksik bo'ldi. Men bu sirli topni uning haqiqiy egasiga beray. To'xta! Tez qaytib kel. Bu cho'qim bir sehrgarlik. Ha? Bu sehrramini uzun tutup duruşga kuchim yetmaydi, Xeyman. Sen beni aldığı alayman deb o'ylabsan, böyle qiddet iskilishga o'xshashiga kirmaydi. Yaman emas, biroq toza ko'ngildagidek bo'lmadi. Tez Xeyman, men bardoshlik bermayapman. So'siriz, chidab tur. Men uni sehr ramkasidan kirgizib o'tay. Ya Xeyman, sen onunla tegme. Boshqa amal yo'q. Onun kudreti senin küçüğünü acizlaştırıp ediyordu. Men faqat kuch kutayman. Mening kuchimga Beni qo'yiver. mag'durim qolmadi. Beni qo'yiver. Tez Oko, tez bol. Oko tez, tez bol. Yaxşı qıldın Oko. Sen bek yaxşı cumu. Bu ishlarning siraq to'kishini umid qilatdim. Agar bular Xeyman bo'lmaydigan bo'lsa. Xeyman. Qandoq biroz yaxshi qolgansa Xeyman. Ne bo'ldi? Sen imayishini tutib olganda kuching intayin ojizlashib ketdi. Burun bundaq qildiganlar bo'p baxmagan Xeyman. Kaliskarning qudrati sen bilan birga bo'ldi. Skilitcha qanday bo'ldi? Men Iskilshohni oxirgi qatim ko'rganda u meni qo'g'ildi. So'sirishning kuchi bilan tunnelda vaqtim qutlib chiqdi. Rahmat So'siris. Sen meni qutqizib qolmay, Oko va butun podshohlikni qutqizib qolding. Men lozim bo'lganda chiqib yordam qilaman Xeyman. Oko, bugun sen qahramonlarga o'xshading. Endi men qal'aga qaytib ketay. Hammasi qahramon. Orda qaytayli. Bu xo'sh xabarni ordadagilarga aytayli. Biz hammamiz seningdan faxrlanamiz Oko. Bu tashakkurnomani topshirib olgin. Sen buni angla Oko. Nim bo'lding? Sen xo'sh bo'lsin kerak, Oko. Men haqiqiy qahramon hisoblanmayman. Men bu medalga loyiq emas. Nimish o'zim qahramonlar o'xshash his qilmaysa? Chunki u chog'da qo'rqatdim. Botir kishilar hech nimadan qo'rqmaslik kerak. Bu yoqqa kel Oko. Men sana oddiy qilib tushuntirib qo'yay. Qara. Qo'rqmaydigan jasoratmi mavjud emas. Sen qo'rqqan chaqda jasoratingni ishga solib jang qila olsang, mana bu haqiqiy botirlik bo'ladi. Uqdingmi? Buni esingda chin tut. Shu chaqda xatar ko'p bo'lsa, yanada ko'krak kirib o'tirg'i chiqding. Ha, mushunda qilganliging uchun botir bo'lishga haqlisan Oko, ha? Men rostdan botir. Wow!
Bugun Oko qaddiy mashina odamning hujumiga uchirdi. U chaqda u qo'rqqandi, lekin oxir tashvishni yengib, Xiymenga yordamlashib mashina odamni yengdi. Hamma kishi tashvish bo'ladi. Amaliyotda buning xijil bo'ladigan yeri yo'q. Tashvish tabiiy hodisa. U bizga yo'shirin xatarni bildirdi. Tashvish bo'lmasa, biz har xil qiyinchiliklarni bilolmay qolamiz. O'zingizning tashvishlanganligingizdan mangu o'kinmang. Tashvishingizga rahmat ayting. U sizni bir muncha xatardan mangu yiroqlashtirdi. Ko'rganingizga rahmat.